Qancha ko'p qarasam, shuncha ko'p bo'ladi. Nega bo'laman? Va bu deyarli barcha bloglardan xuddi shunday ishlaydi. Biz degan maqsadimiz esa Ajdahoni mag'lub etish. Bu qo'limizdan keladigan yo'lni bo'lish uchun videoni albatta oxirigacha ko'ring. Agar shunga o'xshash videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Qilyapman, bugun bizda juda ham zo'r sayohat kutib turibdi, to'g'rimi? Bir nima deyish qiyin. Sen bilan bo'lgan sayohatlar odatda qanday qo'rqinchli emas, dahshatli bo'ladi. Bu yerda esa qarang, gap ko'payib bo'lgansa, Men ham super qobiliyatni tekshirib ko'rachi. Mana daraxt paydo bo'ldi. Cheksiz daraxt shunchaki qarashni o'zi kifoya. Faqat keraksiz narsalar ham ko'payib ketyapti. to'limasanchi, buncha doling urasan, pachoqmisan sen? Nolayotganim yo'q. Hali bu yerda qishloq topdim. Hoziroq mana bularni tashlab qishloqqa otlanishimiz kerak. Adashib qolsang, bo'ri yeb ketadi. Shuning orqamdan yur. Tiksay meni kechir, lekin endi ta'til o'lib ketyapti. Mana men ko'rmoqchi bo'lgan narsa samon edi. Bizda ovqat bilan aniq muammo bo'lmaydi. Soniyalarda bir stak samon. Ochlikdan o'lmasligimiz aniq, faqat mana bu narsani olib bo'lmaskan. Yaramat ekan-da. Nonni yasaymiz. Toshim yo'q ekan, kirga yasamoqchi edim. Lekin shu ham muammo axir. Sen joyga tegding, qaragan quloq qo'lingda paydo bo'lishini hamma bildi. Hayot qanchalik qulay bo'lganini tushunmayapsan-da. Mana bu berstakdan boshqa yasashga to'g'ri kelmaydi endi. Sen undan ko'ra eshit. Odam yugurmasa ham, vaqt unga yetib bo'ladi. Yur, temirmi? Nimadir topish kerak. Bir dona topsak ham yetadi. Buni qara. Bilasanmi, bu nima degani? Bizda juda ham ko'p zumrad bo'ladi degani. Kovla. Oxirgisi va 9 ta bo'ldi. Zumrad blog yasaydigan vaqt yetib keldi. Biz boymiz. Bunisi aniq zumradlar, juda ham ko'p zumradlar. Mana temir ham topildi. Endi shu taktikani qaytaramiz. Qiziq, agar mana bu blok ko'mirda yoqsa pechkada nima bo'ladi? Ko'mir? Nima olmos kutdingmi? Temir odamga aylanish vaqti yetib keldi. Mana u. Temir. O'zi nimaga bu yerda temirdan bino quryapmiz? Endi yo'q, quryapmiz-da endi. Temirdan hamma narsa yasadik. Endi lava ko'li topish qoldi. Xo'sh, bu men o'ylagandan oson bo'ldi. Nazarga olg'a. Aytgancha men speedrunnerlar to'g'risida o'rgatdim. Hozir senga ko'rsataman. Faqat suv yo'q ekan, suv berib tur. Dunyoni ketish qo'ygani suv bosyapti. Yo'q. Nimalar qilding? Hammaylar shu ham yetib qolish kerak. Faqat bir marta tushuntiraman, tushungan tushunib oladi. Xo'sh, mana shunday blokni o'rnatib suvni qo'yamiz. Endi esa blokni sindiramiz. Ajoyib, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Atrofni sal tozalab olamiz. 2 ta blok bu yerga, bunisi ortiqcha olib tashlaymiz. Bu yerga esa 3 ta blokni bunday qo'yamiz va 4-sini mana bunday ajoyib, hozircha dahshatli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin agar mana bu yerga suv quyadigan bo'lsak, umid qilaman adashmayapman. Suv hech qayerga oqib ketmadi. Endi esa shunchaki portalni qurish qoldi. Atagi 30 soniya vaqtingizni olaman. Aktirat serverda ulkan yangilanish bo'ldi. Spawn butunlay yangilandi. Eng qizig'i esa yangi qishloqqa boss qo'shildi. U ma'lum bir vaqtlarda paydo bo'ladi. Bossga eng ko'p zarar bergan o'yinchilar esa davlat valyuta bilan mukofotlanadi. Qishloqqa bossini o'z ko'zingiz bilan ko'rib mag'lub qilmoqchimisiz? Buni IT ekraningizda va videosida. 2 daqiqa ketar ketmas mana bizda portal bor. Men shu narsani tezroq qurardim. Yondirgalga esa nizirga otlanish vaqti yetib keldi. Portalni o'zi men qurishim kerak edi. Omadsiz bo'lasan-da. Hech bo'lmasa qurilish blogi tugamasligi xursand qilyapti. Aytgancha portalni nima qilamiz? Bu yerga endi qaytib kelamizmi? Yo'q. Yoki bo'ylanadi. Qaragan blok bo'ldi paydo bo'ladi-ku. Endi tarda stack obsidian bor ekan. Aytmoqchi edim, ustamani o'rgatib eslataymi deydi. Ustamani yo'yaman deganingga mayli, bacha o'zini ko'rsatsa dedim. Aytgancha bu yerda oltin bor-ku. Menimcha Elon Muskga raqobatchilar paydo bo'ladi hozir. Tuxumlarni olib quymalarni olib esa nimaga o'zi boshlayversak o'tdim, hammayli bloklarga aylantiraman. Dadam, endi bizda oltin ham cheksiz. Malol oltin oyoq kiyim yasab olsak ham bo'ladi. Mayli, men ham yasayman. Xo'sh, oltin cheksiz degani endi marvarda bu emas. Bizga faqatgina qizil qala topishib qoldi. Marvaridlarni shunchaki savdolashib olamiz. Menimcha gaz uchun bundan omadsizroq joyda paydo bo'lishning iloji yo'q. Ko'p gap eshakka yo'q. Nimaga meni urasan? Pachoq. Fireballni men qaytarmoqchi edim. Axir bu yana qancha davom etishi mumkin? Qancha vaqt qidiramiz yana qizil qalani? Kel, birinchi yaxshisi marvaridlarni hal qilamiz cho'chqalar bilan. Ularga cheksiz oltin uloqtir. Nega bunchaqa uloqtirasan? Ko'p deyapman. Mana ko'p bo'lsa ko'p, 9 ta oltin blokni maydalab tashlayman o'zlariga. Hech qaysi cho'chqa ishsiz o'tirmasin, hamma savdolashishga olg'a. Yo'q, bloklar emas. Axir yana qancha kutish mumkin? Marvarid bersanglarchi. Mana 16 ta. Bo'ldi, tamom. Bizda hamma narsa bor. Qizil qala
qishlog'iga ham yetib keldik. Allaqachon deydi. Yo'lda sal qolsa konkilarimni uloqtirardim roliklarga qo'shib. Kanki, rolik nimalar deyapsan? Hech o'ylamagandim bu spamnerni topish shunchalik qiyin bo'lishini. Yo'q, qarama, hech o'ylamagandim deysan. Nega deb o'ylardim. Menimcha tushundim shekilli. Shunchaki sen umuman o'ylamaysan. Buni qara olmos. Faqat bir blokka yetmaydi-da, yo'qsa ko'paytirsak bo'lardi. Bo'ldi, jangga kirish vaqti yetib keldi. Nima meni oldimga kelyapsan? Yaxshi, bu yerda ikkita spamner bor ekan. İşte yonma-yon ajoyib-ku. Sayoqchalar sekin astalik bilan yig'ilyapti. Aslida biz spamnerni ola olamizmi? Agar shunday bo'lsa, bu shunchaki super bo'lardi. Yo'q, ola olmaskanmiz, afsus. Bu yana masajlarga ko'rsatib qo'yayotgan vaqt yetib keldi. Tezroq portalni qur. Quryapman, bog'ba qilmasaychi, mana ulkan portal quryapman. Kerak bo'lsa, mana bunday bo'ldi. Verstapni devoring, kiming bizni to'xtatolmaysizlar. Hamonni o'zimiz yashay olamiz. Yo'q, boya to'plandi savdolashganimizda. Bizga hatto zumradlar emas qolmadi. Eng afsus. Yaxshi ham do'stona chiqdi. Yo'qsa millionga chiqardik bu yerdan. Muhim o'lib qolmang. Ko'zlarni yasaymiz, yo'nalishni aniqlaymiz Va yo'lga o'tiramiz. Tiriklar bormi? Yo'q, qatnashib blogiga tushmaydi. Men o'ylaman. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Bugun ajdarni portlatib yuboramiz yotoqlar bilan. Portalni aktivlashtirdim. Yo'q, Umid qilamanki ajdarni yo'q qilish qo'limizdan keladi. Hattoki o'tirib turib ham qura olaman. bo'shliqni ustoqqa hayron qolsam. Sirli taktika uchmi? Endi bir-biri. Qani men ham sirli uslubingdan foydalanib ko'raychi. Marvaridni o'tamiz va blokni qo'yishga ulgurish kerak. Diladim. Shogird ustozdan o'tmasa hisobmas. Portlatishda davom etamiz. Muhimi o'lib qolmaslik. Yana bittasi tayyor. Faqat panjarali qoldi. Yap. Tilini chaynavordingmi? Seni tasdingdan bitta katta xato aytishga qo'rqasan. Mana portlasaychi va nihoyat. Men bu ajdarni hozir kosmosga uchirib yuboraman. Ikkitajon obsidianni taxminan mana bunday qo'yardi. Pachog'ali yoyib berdik-ku. Xo'sh, yotoqlarni mana bu yerga lutqalashga qo'yib qo'yamiz ikkitasini. Bo'ldi. Yangi o'rtanish vaqti yetib keldi. Enderman degirma kerak mendan. Xo'sh, hitboxlar yo'qilgan, hammasi tayyor. Shunchaki ajdarni portlatib yuborish qoldi. Qani yana bitta ozgina cho'ri qoldi. Bo'lishi mumkin emas. Nahot